Menga qara. 3 kunlik kelinni qaysi kallang bilan tashab ketyapsan? Axir hech bo'lmaganda mana bu chilla. Oy. Keldi dedingiz, keldi. Uylandi dedingiz, mana uylandi. Kelin kerak dedingiz, mana olib kelib qo'ydim. Men nima xolayapsiz mendan? Ha? Men senga hamma narsani tushuntirib o'tirishim shart emasdir balkim. Oy. Menga qara. To'xta. Bu kelinga sen uylangansan, men emas. Endi qanday qilib tashab ketyapsan? Men tushunmayapman. Zaks bor, nikoh bor. Oldingizga olib kelib qo'ydim, o'tiradi, bo'ldi. Oyi, uni ustiga bilasiz. 10 kungagina ishxonadan ruxsat so'raganman. Chet elda ishlayman. Hazilakam joyda emas. Qanaqa qiyinchiliklar bilan noldan boshlagan joy. Endi uzr-ku, oyoqqa turgan joy endi. Bitta xotin deb kimman-ku shaqqa. Qaytib kelaman, bunaqa qaramang, qaytib kelaman. Qachon? 1 yildami, 6 oydami qaytib kelaman, oyi. Sekin gapir. Eshitib qoladi keladi. Eshitish tursin. Nima qilish kerak endi? Keling, keling. Mana. Rahmat. Bugun nechida qaytasiz? Bilmadim. Haligi O'rtalarim bilan o'tirishim bor. tushunarli. Bugun kechga qanaqa ovqat qilib qo'ying? Bilmadim. Oyindan so'ramadingmi? Oyijonim sizdan so'rashimni aytdilar. O'zinglar bilasizlar. Bizani uyimizda nima ovqat qilishni adam etardilar. Dedi? Bunaqa mulozamatlar qilishing shart emas, menga yoqmaydi. Bu nima deganingiz? Axir siz meni tanladingiz-ku. Kerak bo'lsa, butun umr ta'zim qilishga tayyorman. Men ovqat pishirib qo'yganman siz uchun. Meni qornim to'q, choyxonadan keldimmi? Yo'q, men bilmayman. Yuring. Men siz uchun shunaqangi shirin ovqat tayyorladim. Yo'q, qornim to'q deyapman-ku. Yo'q, qiynalib pishirdim shu ovqatni siz uchun. Oshmasin. Rahmat.